Mening ismim Laylo. Bu gaplarni aytish menga oson emas. Chunki bu hikoya mening hayotim, mening xatolarim, mening sindirilgan orzularim haqida. Erim bilan turmush qurganimizda juda yosh edik. Orzularimiz katta edi. Birga qiynalsak ham birga boy bo'lamiz, derdi u. Men ishonganman. Chunki sevganman. Sevgi ko'zni ko'r qiladi. Deyishadi, rost ekan. Nikohimizning dastlabki yillari qiyin bo'ldi, ammo men chidadim. Erim ish topolmasdi. Topgan ishida ham uzoq ishlamasdi. Har safar bahonasi tayyor. Men sabr qildim. 1 yil, 2 yil, 3 yil. Ammo sabr ham bir joyda tugarkan. Uyda pul yo'q. Ijara haqi, ovqat, kiyim hammasi mening bo'ynimda edi. Ota-onam yordam berardi, lekin har safar yordam so'raganimda ichimda bir narsa sinardi. Axir men turmush qurgan ayol edim-ku, erim esa kun bo'yi uyda. Telefon, do'stlar, choyxona. Men ishdan charchab kelsam, u o'sha joyida o'tirardi. Bir kuni jimgina so'radim, "Sen qachon erkak bo'lasan?" U jim qoldi. Shu jimlik yuragimni parcha-parcha qildi. Ishxonada bir erkak bor edi. Menga e'tibor berardi. "Charchamadingmi? Ahvoling qalay?" deb so'rardi. Dastlab oddiy gap edi, lekin kimdir seni tushunayotgandek tuyulsa yuraging yumshab ketarkan. Men kuchsiz edim, tan olaman. Gaplashdik, keyin yana gaplashdik. U meni qadrlayotgandek ko'rindi. Men o'zimni oqlash uchun ming bahona topdim. Axir erim meni boqmayapti. Men yolg'izman, men ham ayolman. Oxiri men o'sha erkakka turmushga chiqdim. Bu qarorni bir kunda qabul qilmaganman, lekin erim bilan ajrashdik. U hech narsa demadi. Go'yo meni allaqachon yo'qotgandek edi. Eng alam qilgani shu bo'ldi. Yangi turmush, yangi uy, yangi hayot. Ammo ko'nglim tinchimadi. Ba'zan kechalari o'zimdan so'rayman, "Laylo, sen to'g'ri qildingmi?" Bilmayman, balki yo'q. Lekin shuni bilaman, ayol e'tiborsizlikda sinadi, ochiqlikdan emas. Urushdan emas, mas'uliyatsizlikdan. Bu hikoya meni oqlash uchun emas. Bu hikoya ogohlantirish. Agar bir erkak oilani boqmasa, ayolning yuragi asta sekin